Dedimki, amaki sizmi o'tin yorgani keldingiz? Ha, men keldim. Hazillashmayapsizmi? Amaki aytdiki, bolam, meni ishim o'tin yorish. Qaysi o'tinni yorishim kerak? Hovlida turgan o'tinlarni ko'rsatdim. Qancha vaqt ketadi dedim. Amaki aytdiki, 1 soatda tugataman. Endi ichimda yolg'on gapiryapti, qila olmaydi, shu pulni olsa-yu bir amallab shunaqa bir, ya'ni yolg'on bo'lyapti bu yerda, ishni qilmaydi, pulimni oladi degan ma'noda. Ham yoshi katta, bir narsa deya olmaysiz. Lekin u amaki o'ziga u qadar ishonch bilan aytdiki u narsani. Mayli dedim, bir ko'ray dedim, o'zim dahlizga kirdim, amaki ishni boshladi. O'tinni oladi, qo'yadi, atrofini aylanadi, tomosha qiladi. Jim turadi, boltasini oladi, ko'taradi, bitta uradi, 2ga bo'ladi. Keyingi o'tinni oladi, qo'yadi, aylanadi, u tarafdan o'tadi, qaraydi, teskari o'girib, bunaqasiga qo'yadi. Yana shuni boltani ko'taradi, 1 uradi, 2ga ayiradi. Shu hovli to'la o'tinni birortasida 2 marta bolta ishlatmadi. Birortasida. 1 soatga yetmasdan ishini tugatdi. Kelishilgan pulni berdim. Amaki qarab turdim. Bitta o'tinga ham 2 marta bolta urmadingiz. Eng kattasini ham bitta urishda 2ga bo'ldingiz. Buni siri nima?